Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Vatandoshlar, sizlarga eng go'zal bo'lgan holatni ilmdan hozirda ko'ringlar. Alloh taolo bu joyga hammamizni yetsin. Alloh taolo mana bu muqaddas bo'lgan joylarda hammamizni oilamiz bilan kelib, Allohning baytida mazza qilib, ibodatlarni qilib, duolarni qilib, qalbimizda nima niyatlarimiz, maqsadlarimiz bo'lsa, yaxshilarini, bundan-da yaxshilarini so'rab Alloh taologa ibodat qilishlik hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh like bosinglar, kommentga fikringlarni yozib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.